Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum muxlischalar hamda ularning ota-onalari. Assalomu alaykum. Oysining dastiyori, dadasining erkatoyi, shirintoyi, momiqtoyi, bolajonlar. Yulduzxon, menga qarang. Siz bu bolajonlarning momiqtoyligini, erkatoyligini qayerdan bila qoldingiz? Nega bilmas ekanman? Axir sizning ham farzandingiz bor-ku, to'g'rimi? Albatta, mana bitta chaqaloq o'g'lim bor. Voy. Siz o'g'lingizni qanday erkalaysiz? Mana masalan, men o'g'limni ota o'g'lim deyman. Qizini endi ona qizim deshadi-yu. Men bo'lsa ota o'g'lim deyman. Voy, o'g'limni ko'rsangiz, biram sho'x, biram shirin. Kechasi uxlamaydi. Ko'tar mani deydi. Erkala mani deydi. Ovqat ber deydi. Ovqatlangandan keyin jim uxlaydi. Xuddi o'zim. Dadajonim ham meni erkalaydilar. Yo'q. Men dadajonimni shunaqa yaxshi ko'raman. Dadajonim men uchun qahramon. Dunyodagi eng aqlli, eng kuchli odam. Xullas, mening dadajonim hamma dadalardan zo'r. Menga qarang Yulduzxon, menda bitta fikr bor. Keling, bugun shu yerda kimni dadasi zo'r ekanliklarini aniqlashtirib olsak. Qanday qilib? Qanday qilib? Bugun tashrif yurgan mehmonlarimizni o'zaro bahslar bilan sinaymiz va ularni eng zo'r dada ekanliklarini aniqlashtirib olamiz. Qoyil, zo'r-ku. Unda tezroq ular bilan tanisha qolaylik. Marhamat. Mening dadam zo'r ko'rsatuvini bugungi ilk ishtirokchisi ajoyib komik aktyor, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zlarining hazillari, vayllari bilan muxlislarning ko'nglidan joy olib kelayotgan Bahodir Berdimurodov. Qarang, Bahodir, siz qo'shnilarni ham bolalarni yetaklab keldingizmi? Men butun armiya ham olib kelganman. Albatta. Bahodir, ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Hozirgi kunda juda ham ko'plab qiziq loyihalarda qatnashasiz. Undan tashqari ustoz san'atkor Valijon aka Shamshiyevni shogirdlari. Rahmat. Yaxshi ham Valakamni olib kelamiz ko'rsatuvga. Nimaga? Ularda 13 ta bolada studiyaga sig'mas edi. Bahodir, yoningizdagi o'tirgan yigitchamizni bolangizni endi bitta tanishtirib o'tasiz. Bu Muhammad Iso. Katta o'g'lim. Ikkita farzandim bor, Muhammad Iso va Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ham shu yerda. U 1,5 yosh, bu 2,5 yosh. Demak, o'g'lingiz kelajakda san'atkor bo'ladimi yo boshqa kasb tanlaylarmi? Hozirda Xudo xolasa rejalarimiz bor, lekin san'atkorlikdan emas. Boshqa yo'nalishda Xudo xolasa. To'ppa-to'g'ri, bitta oilaga bitta yetadi shundoq ham. Chiroyli qarshiliklarini qarsilab chalib qo'yasizlar. Bugungi ko'rsatuvimizning ilk ishtirokchisi Bahodir Berdimurodov. Rahmat. Xo'p, bizda keyingi galdagi ishtirokchimiz o'zlarini ajoyib shou ko'rsatuvlari bilan faol ishtirok etib, muxlislar ko'nglidan joy olgan ajoyib aktyor, serqirra ijodkor Musulmon Yunusovni chiroyli qarshiliklaringlar. Ikkiga qo'yingizmi? Musulmon aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İlk ko'rsatuv ekan va shu ilk ko'rsatuvda ota bola qatnashayotganimdan xursandman va ijodiy jamoaga omad. Rahmat kattakon. Bu o'g'ilchangiz ismlari kim? Yoshlari nechida? O'g'lim Mustafo. Menda 3 ta farzand bor. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Kattasi qizim Mohlaroyim, bu ikkinchi farzandim Mustafo va chaqalog'imiz bor. Chaqaloq emas, 2 yoshdan o'tgan Maryamxon. Bugun Mustafo bilan kelishga qaror qildik. Chunki opasi o'qishda charchagan, ular dam olsinlar. Bugun o'g'lim bilan keldim. Xo'p bo'ladi. O'g'lingiz bilan o'zi ko'proq aylanishlarga ham boshqa joylarga ham chiqib turasizmi? Faqat ko'rsatuvga olib keldingizmi? Yo'q, o'zi ijtimoiy tarmoqda ham videolar olib turamiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, men bilan qanaqadir ko'proq. Men bilan ko'p yuradi. Ijtimoiy tarmoqqa video olsak ham shu birga va shu seriallarda ham o'zi rol ijro etadi. Shu bir xillar aytadi, qiz bola otani ko'proq yaxshi ko'radi. To'g'ri, qizlarim ham yaxshi ko'radi, lekin bu o'g'lim ulardan da ko'proq yaxshi ko'radi. Nima deydi? Shunisiga ham shukr.
yetkazganiga shukr. Bo'lmasam keling shu o'rinda hali shartlarimizga bevosita o'tmasdan oldin mana shu bolajonlarni o'ziga ko'rsatuvdan kelib chiqib savol bersak. Muhammad Iso. Dadangizni zo'r dada deb bilasizmi? Ha. Yo, o'rgatmang. Dadangiz zo'rmi? Gapir bolam. Bo'lmasa ko'chadan olib kelishdi deydi. Xo'p, Mustafa. Dadangiz zo'rmi? Ha, zo'r. Bo'lmasam mana shu dadalarga bitta chiroyli qarsak kelar va biz bevosita birinchi shartimizni boshlaymiz. Mustafa, uyingizda o'yinchoqlaringiz qancha? Ko'p. Dada menga juda ko'p olib keladi. Legochalar ham bor, legodan bosib o'ynaganmiz, o'yinchoq qilganmiz opam bilan. Shuncha o'yinchog'ingiz bor ekan. Eng yaxshi ko'rganingiz qaysi biri ichida? Mashincha, tez yuradigan. Mana orqaga qilganingizda sразу o'zi yurib ketadi oldinga. Lobachalarni men yaxshi ko'raman o'ynashni, gaplashaman ularni. Qanaqadir yeziklarni o'rgatadi, kitayskimi, lekin ruschami, lekin o'zbekchami, dani. Menda Lego bor. Muhammad Iso, uyda eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'ingiz qaysi? Quyoncha. Ayiqcha. Mening dadam zo'r ko'rsatuvida birinchi shart va biz ishtirokchilarimizni davramizga taklif qilamiz. Marhamat Bahodirjon, Musulmon aka keling. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyat zo'r. Sizda? Bilmadim. Xo'p, bo'lmasam qarang, bu yerda mana bu qopchalarimizda o'yinchoqlar bor. Bu o'yinchoqlar orasida yangisi ham bor, eskisi ham bor. Sizni farzandingizni ham o'yinchoqlari bor. Hozir siz mana shu qop ichidagi o'yinchoqlar orasidan o'zingizni farzandingizga tegishli bo'lgan, yaxshi ko'rgan, qizg'anib o'ynaydigan o'yinchoqlarni topib berishingiz kerak bo'ladi. Men topdim o'zi. Men o'zimman, chunki mana rosa o'ynashadi bular ustimga chiqib, dumalab. Shunaqa deyman. Qarang. Bolam tuzukroq narsa o'ynasang bo'lmasmidi san ham? O'zi o'g'lingizga qancha muddatda o'yinchoqlar sovg'a qilasiz? O'yinchoqlar olib kelib berasizmi? Olib kelib beramiz. Har aylangani chiqqanda adashmasam, lekin ko'pi sinadi. Ko'p sinadi, chiqib ketadi. Nimaga? Buni yaxshi emasak, o'sha paytda yaxshi. Bolalarning psixologiyasi 1-2 kundan keyin yomonga aylanib qoladi. Ko'p olinadi o'yinchoqlar. Shu. Sizdachi? Bizda ham shu holat. Har konsertga borganimda, har tadbirga borganimda bolalarimga shu o'yinchoq olib kelishga, kitoblar, har xil narsa olib kelishga harakat qilaman. Yaxshi. Dada nima olib keldingiz deb kutib oladi o'zlari. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasam tayyor bo'lsanglar, biz shartimizni bevosita boshlashimiz. Ulug'bek aka, keling, o'yinni shaffof qilaylik-da. Haqqoniy bo'lsin, to'g'rimi? Bizda haqqoniy Yo'q. Men u tomonlamaman. Musulmon aka, bolangiz necha yosh? 6 yosh. Meni o'g'lim 2,5 yosh. Men o'zim jiyanim olib kelganman, u 3,5 yosh. Ikkalasini qo'shsak 6 yosh bo'ladi, to'g'rimi? O'yin haqqoniy bo'lsin. Yaxshi ham katta qizim Bahodir, o'ynaylik. Haqiqatda siz mahalladagi hamma bolalarni yig'ib kelgansiz shekilli. Bitta xo'roz qandga aldab. Ismlari kim? Ism. Mikrofon qanaqa? Mana. Ismlari kim bu qizchamizni? Ayt isming. Mubinaxon. Dadalar haqida bir she'r aytib ber qizim. Sultonim tilla baxtim, g'ururim shiddat shaxtim, meni eng katta baxtim, dadam bor yashash mazza, bilinmaydi tashvishlar, oson bitadi ishlar, yarashar maqtashlar, dadam bor yashash mazza. Ana, qalay. Yaxshi. Vaqtimiz chegaralanmagan, lekin 3 ta o'yinchoq mana shu 2 qop ichida kim birinchi topib, o'g'lini oldiga olib boradi. Bu yerda ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ham bo'lishi mumkin. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Boshladik. Bunda bunchalik ko'p, mana bunda bunchalik ko'p o'yinchoqlar ma'lum ko'rib. Mana shu Men buni o'zim olganman, bilaman. Yaxshi. Birinchisi bor. Ha, Bahodir tezlashing. O'zingiz olgan sovg'ani topolmayapsiz. Qani? Shumi? Yaxshi. Musulmon aka ikkita
Yana bitta, yana bitta, yana bitta. Qani o'yinchog'i? Qarang, yerda ham bor, yerda ham bor. Ha, yo'q, chiqmayapti. Qani? Qani. Ular qani kiyikni nima Oxirgisi, uchinchisi. Mana. Qani? Bo'ldi. Oho. Sal qoldi. O'shanichi uyda Otalar bolalarni o'ynatmasin. sizlarni uyda bolalar bilan yolg'iz qoldirib bo'lmasa ekan. Yo, men hozir Bola tugur o'zinglar bola bo'lib ketdinglar ya hozir ha. men o'zim uyim esimga tushib qoldi hozir mana shu yerda. Shu ahvolda har kuni. Aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek bugungi shartimizni birinchi bo'lib yakunlagan Bahodir Berdimurodovga bitta chiroyli biroz qarsak. Biz boya ko'rsatuv avvalida sizni farzandlaringizdan alohida bir intervyu suhbat olganmiz. Ular aytgan o'yinchoqni haqiqatan siz topdinglar. Mening dadam zo'r ko'rsatuvini ilk shartida ilk g'olibi Bahodir Berdimurodov oilasi chiroyli biroz qarsakinglar. Rahmat. Uzr endi musulmon akasidan qo'yib qoldingiz. Mayli. Assalomu alaykum. Cristiano Ronaldo gol ursa ham bunchalik nishonlamaydi. Bunchalik. Fan klubga nechi? Albatta. Va bizda keyingi shartimiz mana shularni yana qaytib qop-qopiga o'zdek qilib qo'yasiz. Unga bal beriladi. Yo'q, bal Berilmaydi. berilmaydi. Biz esa davom etamiz. aka. Birinchi shartimizni juda ham chiroyli bajardinglar. Bu narsa uchun sizlarga alohida tashakkur. Endi musulmon aka, o'zingiz bog'chaga borgan paytlaringizni eslaysizmi, eslamaysizmi? Eslayman. Qanaqa bo'lgansiz? Sho'x bo'lganmisiz, og'ir bosiq bo'lganmisiz? Yo'q, juda sho'x bo'lganman. Ha. Juda sho'x bo'lganman, chunki o'sha bog'chada onam tarbiyachi bo'lib ishlardilar. Ayrim sho'xliklarni onam yopardilar. Juda sho'x bo'lganman. Hozir ham o'sha sho'xlik bor. Bir ota bog'chaga boribdi, o'g'lini bog'chadan olgani. Da qarasa yozuv turganimish. Bolalar degan. Shuni eshikni ochsa, ichida o'g'li yo'q. Tojivoy, desa o'g'li javob bermayapti. Qatta o'g'lim? Tepa qavatga ko'tarilib ko'ring deyshibdi. Tepa qavatga ko'tarilsa, sho'x bolalar degan yozuv turganmish. Shuni eshikni ochib, Tojivoy, Tojivoy yo'q. Yana tepaga chiqibdi. Judayam sho'x bolalar degan yozuv turganimish. Eshikni ochib, Tojivoy desa, judayam sho'x bolalarda Tojivoy yo'q. U yoqda ham yo'q. Otani fig'oni falak yana tepaga ko'tarildi. O'ta ketgan sho'x bolalar degan yozuvni shunda ochgan ekan, u yoqda ham yo'q. Yana tepa qavatga ko'tarilsa, Tojivoy degan yozuv turganimish. Ularicha alohida. Ucha alohida. Bahodir, siz qanaqa bola bo'lgansiz bog'chada? O'sha Tojivoy aslida Bahodirdir. Yaxshi. Yoshlikda sho'x bo'lganmiz. Men yoshligidan boshlab san'atkor bo'lishni yaxshi ko'rganman. Hali bog'chamizda karavotlar bo'lardi. Shu karavotlarga chiqib uxladigan mahalda chiqib qo'shiq aytardik. Shunaqa yoshligimiz o'tgan lekin juda hali Hanuman degan filmlar bo'lardi, eslasangiz. Xo'p. O'sha Hanuman bo'lib og'zimizga nimalar dovchalarni solib ko'chaga chiqib mahallaga men Hanumanman degan davrlarimiz ham bo'lgan. Ana endi men kichkina Hanumanchalar paydo bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Hanuman bu maymun edi. Xotin yeriga dadasi. Siz ham farzandlarimizni bir tarbiyasi bilan shug'ullaning. Ertalabdan kechgacha ishda bo'lasiz. Ishdan kelganingizda telefon chiqolaysiz. Shug'ullaning desa yer. Bo'ldi xotin. Ertadan boshlab o'g'limni tarbiyasi bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Ana, e'tiborsiz. Dadasi bizda qizimiz bor-ku degan ekan. Siz bilasiz, sizda o'g'il, sizda ham o'g'il. Menda ham o'g'il. Endi ularni qay darajada his qila olasiz? Qay darajada topa olasiz agar ko'zlaringiz yumuq bo'lsa? Hidlab. Hididan bilasizmi? Endi bu ko'z yumuq bo'lgandan keyin yoki ushlab. Keling bo'lmasam birinchi variantda qolamiz. Demak, bizda keyingi shartimiz aynan mana shu haqida. Hozir siz ikkovingizni ham ko'zingizni bekitamiz va bir qancha bolalar orasidan
o'zingizni bolangizni qo'l bilan ushlamagan holatda, paypaslamagan holatda hidlab topishingiz kerak bo'ladi. Ha, bolani hidlab topishimiz kerak. agar jonim bolam seni topolmay qolsam xafa bo'lma, sen baribir meni bolamsan. Baribir Lekin bitta narsa Ulug'bek aka. baribir pirojkimni ba'zan kirib telefon yeyman. Uy jonim. Ana bo'lmasam. Marhamat bo'lmasam ishtirokchilarimiz sizlarni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Ikkinchi shartimizni musulmon akamiz boshlab beradilar. Demak, ko'zingizni marhamat Yulduzxon, mana shu boylog'ich bilan ana. Keling. Shartni qiyinlashtiramiz, keling. Sizlarning maqsadinglar meni yutqizishtirib. Mana sizga. Ana. Yeb. Hech nima ko'rinmayaptimi? Yo'q. Hech nima ko'rinmayapti. Qo'llarni ham Tayyormisiz? bog'lang, qo'llarni. Hozir istalgan bir raqamni ayting. 4. 4. Ketdik. 1, Yeah. 2, 3. Qani? 4. Ha? Demak, bolalarni oldiga kelyapmiz. Marhamat. Mana bu yerda birinchi bola qo'lni ushlamasdan qani qilib ko'ring. Hid kelmayapti. Tabiat hidi kelyaptimi? Qani. Aha. Qiz bolani anaqasi keldi, o'qisini hidi keldi. Uchinchidagi ana shu bola sizniki aka. Men hep oraya yoqqa. Hop, marhamat 4-inchisi. Yo'q, bolalar shaxmat o'qib ketganmi? Qani. Yo'q. Qani bunisi? Yo'q. To'xtang. Yo'q. Dada nahotki o'zingiz bolangizni tanimadingiz? Yo'q. Ancha shu yo'q. Men dug'iz yebmadimda topolmayman. Shumikin? Az to'xtang. Buncha pastmas. To'ppa-to'g'ri. Hozirgi siz qilagan odam past edi. Buncha. Mabda kalla turadi qani? Hidi kerak menga, kallani hidi kerak. Bugün pisiqlik qilmang. Yo'q, unaqa bo'lmasin. Yo'q, bo'lmaydi. Yur bolaman. Siz bolangiz shumi? Tishlab ham ko'ring. Qani? Böyle şu şarman. Sochi siyrakchi. Mana. Yomon emas. Shartimizni davom ettiradigan ishtirokchimiz Bahodir Berdimurodov. Ko'rdingiz, rosa musulmon akamga xalaqit qildilar. Bizning tomoshabinlarimiz bolajonlar. Bolajonlarga nima o'rgatyapsiz hozir? Qani shaffoflik deb turib boya o'zingiz shaffoflikni o'rgatyapman men. boya birinchi shartda shaffoflik Bolalar dedingiz, men ham turib oldim-da, hali bolaman. Mana ularni 2 qavat qilib ko'zlarini bog'laymiz. Hech nima ko'rinmayaptimi? Yo'q. Aniqmi? Ha. Ha, bo'ldi, xo'p. Siz ham istalgan raqam ayting. Faqat musulmon aka aytgan raqamdan baland bo'lsin. 1. Yo'q, undan baland bo'lsin dedim, ularniki 4 edi. 5 mayli. Xo'p. 1, 2, 3, 4, 5 ana. Xo'sh. Yo'q. Aha. Adashmadimmi bola? Bu qiz bola shekilli. Yo'q, o'g'il bola edi. Qani? Yo'q. Yo'q. Ha. O'tirib olgansanmi? Bo'lmasa musulmon aka emas. Yo'q, musulmon aka emas. Tipni ham ko'rish mumkinmi? Yo'q. Mana keyingi ishtirokchi. Yo'q. Bu boshlovchimiz. Marhamat, keyingisi. Yo'q, qiz bola. Yo'q, qiz bola. Qattiq dedi kelyapti. Yana bitta bola bor. Yo'q. Nima qilamiz? Orqaga qaytamizmi yo qanaqa? Ketamiz.
mashina o'xshayapti-da. Nimaga o't bir joyda turmaganmi? Qanaqadir. Bahodir. Vaqt cho'zilib ketyapti. Qani tanlang. Shu oxirgisini tanlayman mana. Shunimi? Aniq javobingizmi? Voy. Hala bo'lmasa. Qaysi bola demak? Shunisi. Ha, ko'zni oching. Yeb. O'g'lim bir ko'z ochib umr yomon o'tib ketyapti. Ana, umr tez o'tib ketyapti. Ko'z ochib yumgunizgacha qarang mana. Ana bo'lmasa. Malades. Aziz teletomoshabinlar, o'zingiz ko'rib guvohi bo'ldingiz. Shartimizni boshlab bergan musulmon aka o'zlarining farzandlarini bittada topdilar. Bitta chiroyli guldiroz qarsaklar. Birover. Keling. Ya, Bahodir. Siz musulmon akalar emas. Uyga borganda kelinga nima deyish? Ha, muammo shunda. Muammo shunda. Biz esa 3-shartni boshlaymiz. Marhamat. Bahodir siqilib qoldi. Siz har kuni tasvirga olish maydonchasida, xizmatlarda, komandirovka, gastrollarda yurasiz. Shuncha ish turib, sport bilan ham shug'ullanib turishga vaqt topa olasizmi yoki iloji yo'qmi? Sport bilan shug'ullanib turamiz. Ayniqsa men shaxmat bilan juda shug'ullanaman. Yo'q, futbol ham o'ynab turamiz. Biz komandamiz, o'zim shogirdlarim bor. Keyin san'atkorlar, ustoz Valijon Shamshiyev hammasi bilan bo'sh vaqtlarimizda futbol o'ynab turamiz. Futbol mana shunaqa og'aynilari bilan ko'rishib, gaplashib, borib o'ynab turamiz. Lekin haligi zallarga borib shug'ullanaman demayman. Aldash kerak emas. Kelajak nima deb o'ylaydi? Dadam unaqa emas-ku deydi. Xullas bolajonlar, siz bu akangizdan o'rnak olmang, siz sport bilan shug'ullaning. Akalar qatoriga Ulug'bek ham kiradi. Men muntazam o'zim sport bilan shug'ullanaman. Men ochiq aytaman, haftasiga 3 marta zalda, 2 marta boks bilan shug'ullanaman. Umumiy 5 kunimni men sportga bag'ishlaganman. Undan tashqari ham ijodiy ishlar, safarlar hech qaysi biri sportga xalaqit qilmaydi. Shuning uchun bolajonlar o'rningni mendan olaveringlar. Voya Bahodirjon, jam musulmon akamga men kekirdegingizni kelib, men bunaqalarga qilib, ana jangchilarga o'xshab ko'zma-ko'z urishtirdingiz. Keling bu yog'ini haqiqatdan arm wrestling sport turi bilan bellashamiz. Yo'q-a? Marhamat, sizlarni davramizni taklif qilamiz. Keling. Arm wrestlingni bilasizlar? Ya'ni bu qadimdan bor sport. 2 ishtirokchi, 2 sportchi qo'lini ushlab, kimni bilagi birinchi tegadi. Xo'p, demak, 3 tagacha imkoniyat. 3tasida yo siz g'olib bo'lasiz, yo siz mag'lub bo'lasiz yoki durang bo'ladi. Unisi bu yog'i kuchinglarga qarab. Bu yoqda qaysi dada yutish kerak emas. Bu yoqda otalar sharmanda bo'lmaslik kerak. Bu yoqda Bahodir dada yutish kerak. Bahodir. Ana bitta kino bor. Iltimos o'g'lim qarab turibdi deydi. Bemalol. Tayyor bo'lmasam tayyor bo'lsanglar. Ladies and gentlemen, Bahodir Vines. Sportchilarda kamar bo'lsa, Bahodirda faqat shimida kamar bor xolos. Bahodirga qarshi kelinglar. Rahmat. Xo'p. Musobaqamizni 10 tomonda esa musulmon akamiz. Marhamat, ularga ham qarshi kelinglar. Tayyor bo'lsanglar, qani ushlab olamiz. Keling. Tayyormisizlar? 1 2 3. Ha! Bo'ldi. Birinchi, yaxshi. Ko'rib turganingizdek, birinchi kuch sinashda musulmon akam g'alaba qozondilar, qo'llar baland keldi. Xo'p, bo'lmasam qani ikkinchisi. Kesa charchab qoladi. 1 Endi chap qo'lim. 2 3. Yaxshi. Ikkinchisini esa Bahodirjon uddaladilar. Demak, Endi chap qo'lga o'taman. Uchinchisi, demak, qo'llar almashdi. Eng oxirgisi.
mana shuni yutgan g'olib bo'ladi. 1, 2, 3. Yo'q, yengilmadi. ota Biroz yengilmadi. qarsakiylar Musulmon akamizga. Bu yerda ortiqcha ta'rifga hojati yo'q. Yo'q, O'zingiz ko'rdingiz, boshqatdan. o'zingiz bildingiz. Boshqatdan. Keling, keling. O'zim uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, hammaga assalomu alaykum. Ko'rsatuvimiz Yo'q, siz uchinchi o'tiring. sharti davom Siz, etmoqda. siz o'tiring, men Yo'q, o'rniga Keling. Demak, uchinchi shartda. Hozir yengsam men Bahodir. men g'olib bo'laman. Yo'q, o'zim uchun, o'zim uchun. Ha, bular g'olib bo'ladi. Demak, To'xtang, men qayirmaydi. 1, 2, 3. O'zim uchun edi xolos. Demak, aziz tomoshabinlar, o'zingiz ko'rdingiz, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bu shartimizni mutlaq g'olibi Musulmon akamiz bo'ladi. Bahodir qanday romatizmni yutqizganingizdan? Ha, yo'q. Yo'qmi? Bolani ko'z o'ngida ota qahramon bo'lish uchun uni kuchi ko'p bo'lish shart emas. Otani shirin so'zi, otani mehri baribir birinchi o'rinda. Albatta. Siz mana shu narsalarni bersangiz, bola bevosita sizni o'zi uchun qahramon etib kashf qiladi. Yana bir narsani aytmoqchiman-da. Jussasi katta, chempion, lekin oilasida tarqoq erkaklarimiz ham bor. Siz bilan biz unaqa emasmiz. Shunisiga shukr. Biz esa keyingi shartimizga navbatda e'lon qilamiz. Bizda yakuniy 4-shart. Tomosha qilayotganingiz mening dadam zo'r loyihasi. Xo'p, Yulduzxon. 3ta shart ham juda ham go'zal bo'ldi, yuqori kayfiyatda bo'ldi, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Bularni jismonan menimcha zo'riqtirib qo'ydik deb o'ylayman. Ancha toliqishganga o'xshaydi. Keling, sal sokinroq, lekin o'zlarini kasblaridan kelib chiqqan holatda qiziq shart bersak. Gap Mayli. usta har ikkalovligi ham. Shuning uchun bizda eng so'nggi yakuniy shartimiz sizdan hozir javoblikni talab qiladi. Shartimiz qanaqa? Bir-biringizga yaxshi niyat, tilak bildirasiz. Ya'ni biror bir tilakni aytasiz, mana shu tilakni so'nggi harfidan siz davom ettirasiz. Men sanoqqa qo'yaman. To'xtab qolgan ishtirokchini 5 gacha sanaymiz. Agarda shunda ham tilak ayta olmasa, demak, u bugungi ko'rsatuvimizda mag'lub bo'ladi. Agar tayyor bo'lsanglar, keling Yulduzxon, siz o'zingiz biror bir harf ayting. Men O harfi. O harfi. Bahodir boshlang. Men sizga tilayman omadni. Omadni. Musulmon aka. Men sizga tilayman do'stlikni. Do'stlikka. Men sizga tilayman komillikni. Komillikka Musulmon aka. Men sizga tilayman ko'rkamlikni. Ko'rkammi? Tilagan odamga o'xshamayapsiz. Kulyapman-ku. Yo, sizga kerakli narsani tiladilar hozir. Men sizga tilayman muhabbatni, sof muhabbat. Muhabbatni. Men sizga tilayman Bir. 2. tokslikni. Tokslik. Ha? Toksi. Men sizga tilayman Sevgi sokinlikni. Xudoga shukr. Sokin Musulmon aka. 1. Men sizga tilayman 3. 3,5. Men sizga tilayman 4. nomardlikni. Yaxshi, qabul qildik. Nomardni. De, siz nima niyatda turdingiz? Niyatni kim aytdi? Men sizga tilayman donolikni. Ana. Nima bo'ladi oxiri? Donolik. O. Dono. Men sizga tilayman odillikni. Odillik, odilla. Lami? Men sizga tilayman latofatlikni. Men nomardlik. Siz nomard dedingizmi? Men hali yaxshi gaplar gapiryapman. Musulmon aka, 1. Men sizga taxt tilayman. O! Yomon emas. Ha? Nima? 1. Men sizga tilayman tabassum. Rahmat Musulmon aka. Men sizga tilayman 1. Yo'q, yordam bermang. 2. mustahkamlik. Mustahkammi? Yordam bermanglar, o'zim aytaman. Men sizga tilayman 1. 2. munavvarlikni tilayman sizga. Munavvar. 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 1. Sanang, 2.
3. 3,5. Men sizga tilayman ravshanlikni, ko'z yosh ko'rsin deb. Ana. Ne? Yaxshi, oxirgi daqiqalarda topdilar. Nedan Bahodirjon? Non tilayman, non yeng, semiring, baquvvat bo'ling. Ne? Yaxshi. 1, Men sizga tilayman 2. 3. Men sizga tilayman 3,5. Tilamang, menga Men sizga kerak emas. tilayman. Kerak emas, kerak emas. 4. 4,5. tilamayman işte. 5. Biroz qarsinglar. Hurmatli aziz teletomoshabinlar, hurmatli bolajonlar, bugun Mening dadam zo'r loyihasida Bahodir Berdimurodov hamda Musulmon Yunusovlar ishtirok etishdi hamda umumiy hisob bo'yicha 2-2 va do'stlik g'alaba qozondi. Ishtirokchilarimiz hamda ularning bolajonlari uchun bizning hamkorlarimizdan ajoyib esdalik sovg'alari bor. Xususan Toshkent o'yinchoq fabrikasi tomonidan mana shu bolajonlarimiz uchun mana shu esdalik sovg'alari. Mustafa, bu sizga. Rahmat. Bu esa Muhammad Iso sizga. Bu esa sizga. Ana. Dadalariga esa yana bir ajoyib hamkorlarimizdan Garan Tekstil tomonidan ajoyib esdalik sovg'alari. Bahodirjon, bu sizga. Bu esa musulmonlarga. Rahmat. Ko'rsatuvimiz sizga manzur keldimi? Yoqdimi? Ko'rsatuv ajoyib, ilk ko'rsatuv. Nima deydi, o'ziga yarasha past baland qiyinchiliklari bo'ladi. Bardavom bo'lsin. Asosiysi farzandlarni oldida otalar hamisha g'olib bo'lib yursin. Qahramon bo'lsin. Qahramon. Bahodirjon. Albatta. Otalar haqida bir so'z demoqlik tabarruk bir kitob yozish bilan teng. Ularning har biri misli bir oftob, bag'ri ham yulduzli osmon qadar keng. Otajonlarimiz sog' bo'lsin rohim baxtimizga. Hurmatli dadalar, aslida siz bizdek farzandlaringiz uchun qo'rqmas, mard, jasursiz va sizning farzandlaringiz har yerda, har joyda va hammaga mening dadam zo'r deb maqtanishadi. Albatta barchamizga mening dadam zo'r deyish nasib qilsa, albatta mana shu yerda barcha dadalarni farzandlari bilan chiroyli ko'rsatuvda kutib qolamiz. Mening dadam zo'r har hafta siz bilan yana chiroyli kunlarda diydor ko'rishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.